Salom aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim har bir keksa avlod vakili va ularning yaqinlari uchun g'oyat dolzarb bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgi kunda erlarga indeksatsiya bekor qilindi, qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan jiddiy va xavotirli xabarlar tarqalmoqda. Bu mavzu meni ham, sizni ham, butun mamlakatimizni ham tashvishga solishi tabiiy. Ko'pchilikda nahotki shunday bo'lsa, endi nima bo'ladi? Pensiyamiz oshmaydimi? Kabi savollar tug'ilishi aniq. Bugungi videoda men aynan shu masalaga chuqur nazar tashlayman. Barcha savollaringizga aniq va asosli javoblar beraman. Xavotirlarni bartaraf etaman va eng asosiysi, nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Shuning uchun iltimos, ushbu videoni 1 daqiqaga ham o'tkazib yubormang. Chunki undagi har bir ma'lumot sizning kelajagingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalgi xavotirga sabab bo'layotgan bu xabar qanday paydo bo'lganini va aslida uning o'rtida nima turganini tushunib olaylik. Xabarlarda aytilayotgan indeksatsiya bekor qilindi degan ibora aslida ba'zi tushunmovchiliklar yoki noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar natijasida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra pensiyalarni indeksatsiya qilish, ya'ni ularni inflyatsiya va mamlakat iqtisodiyotidagi o'zgarishlarga mutanosib ravishda oshirib borish mexanizmi doimiy ravishda amal qiladi. Bu pensiya ta'minoti tizimining asosiy tamoyillaridan biridir. Avvalgi tizimda pensiyalar muntazam ravishda odatda yilga bir necha marta O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari yoki vazirlar mahkamasining qarorlari bilan oshirib borilardi. Bu oshirishlar ko'pincha inflyatsiya darajasini qoplashga, aholining turmush darajasini saqlashga qaratilgan edi. Misol uchun, minimal ish haqi yoki bazaviy hisoblash miqdori oshirilganda pensiyalar ham avtomatik ravishda qayta hisoblanar edi. Bu jarayon indeksatsiya deb ataladi. Indeksatsiya bu pensiyalarning xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun ularning miqdorini inflyatsiya sur'atlariga mos ravishda oshirish demakdir. Oddiy qilib aytganda, bugun 1 kilogramm go'shtga yetadigan pulingiz ertaga ham 1 kilogramm go'shtga yetish kerak. Indeksatsiya aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Afsuski, hozirgi kunda ba'zi ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi yoki qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi kabi gaplar odamlarda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Keling, bu gaplar qanchalik asosli ekanligini, qanday tushunmovchiliklar yuzaga kelganini va haqiqiy holat qanday ekanligini batafsil ko'rib chiqaylik. Aslida pensiya qonunchiligida, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunda pensiyalarni har yili qayta hisoblash va ularni inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda oshirib borish mexanizmi mustahkamlangan. Bu qonun hech qanday tarzda bekor qilinmagan. Demak, umumiy pensiya indeksatsiyasi bekor qilingani haqidagi xabarlar to'g'ri emas. Ammo bu yerda kichik bir ammo bor. Bu ham ko'pchilikni chalkashtirib yuborishi mumkin. Ba'zida pensiyalarni oshirish usuli vaqti yoki qo'shimcha rag'batlantiruvchi to'lovlar bilan bog'liq o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Aynan mana shunday o'zgarishlar indeksatsiya bekor qilindi degan noto'g'ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Masalan, aniq bir toifadagi pensionerlarga beriladigan bir martalik qo'shimcha to'lovlar yoki aynan qandaydir maxsus dasturlar doirasidagi mablag'lar haqida gap ketgan bo'lishi mumkin. Bu umumiy indeksatsiyaga ta'sir qilmaydi. Asosiy qism B. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Demak, pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi degan gap asosan noto'g'ri talqin ekanligini tushunib oldik. Keling, endi haqiqiy holatni batafsil ko'rib chiqaylik. Bir pensiyalarni oshirish mexanizmi. O'zbekistonda pensiyalarni oshirish bir necha yo'l bilan amalga oshiriladi. Prezident farmonlari va vazirlar mahkamasi qarorlari bu eng asosiy usul. Har yili odatda bir yilda bir necha marta, masalan, mart va sentabr oylarida mamlakat prezidenti yoki vazirlar mahkamasi pensiyalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon yoki qaror qabul qiladi. Bu hujjatlarda aniq foizlar, eng kam pensiya miqdorlari va boshqa ijtimoiy nafaqalarning yangi miqdorlari belgilanadi. Bu oshirishlar barcha turdagi pensiyalarga, ya'ni yoshga doir, nogironlik va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalarga taalluqli bo'ladi. Bu indeksatsiya. U bekor qilinmagan va muntazam ravishda davom etadi.
B. Inflyatsiya darajasini hisobga olish. Garchi har bir prezident farmonida inflyatsiya so'zi to'g'ridan to'g'ri aytilmasa-da, pensiyalar miqdorini belgilashda Markaziy bank va Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilinadigan inflyatsiya ko'rsatkichlari albatta inobatga olinadi. Davlatning asosiy vazifalaridan biri fuqarolarning, ayniqsa pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlab qolishdir. Minimal iste'mol xarajatlari va bazaviy hisoblash miqdorining o'sishi. Ba'zida pensiya miqdorlari bevosita minimal iste'mol xarajatlari yoki bazaviy hisoblash miqdorining o'sishi bilan bog'liq holda qayta hisoblanishi mumkin. Bu ko'rsatkichlar oshganda ularga bog'liq bo'lgan pensiya va nafaqa miqdorlari ham avtomatik ravishda oshadi. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq pensiya oluvchi shaxs bo'lsangiz, ya'ni sizga yoshga doir nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa, siz xavotirlanmasligingiz kerak. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, pensiyalarni umumiy oshirish mexanizmi amalda. Sizning pensiyangiz albatta davlat tomonidan e'lon qilinadigan qarorlarga asosan muntazam ravishda oshirib boriladi. Agar siz ijtimoiy nafaqalar oluvchi shaxs bo'lsangiz, masalan, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxsga nafaqa va hokazo, siz ham xavotirlanmasligingiz kerak. Bu nafaqalar ham pensiyalar bilan birga odatda bir vaqtda va bir xil foizlarda oshirib boriladi. Kim xavotirlanishi kerak? To'g'ridan to'g'ri xavotirlanishi kerak deb aytish noto'g'ri bo'ladi. To'g'rirog'i, kim diqqatli bo'lishi kerak? Bu ehtimol pensiyasining miqdori nisbatan kamroq bo'lgan yoki oxirgi oshirishlardan norozi bo'lgan fuqarolardir. Shuningdek, ba'zida qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar faqat ma'lum bir toifadagi pensionerlar uchun belgilanishi mumkin. Agarda siz bu toifaga kirmasangiz, bunday qo'shimcha to'lovlarning yo'qligi sizni indeksatsiya bekor qilindi degan fikrga olib kelmasligi kerak. Bu umumiy tizim emas, balki maxsus choradir. O'tib qanday tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin? Qo'shimcha to'lovlar va indeksatsiyani aralashtirish. Ba'zan davlat tomonidan ma'lum bayramlar munosabati bilan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir martalik yoki qisqa muddatli qo'shimcha to'lovlar, moddiy yordamlar berilishi mumkin. Bu to'lovlar doimiy bo'lmaydi va indeksatsiya bilan bog'liq emas. Agar bunday bir martalik to'lovlar keyingi yil yoki davrda amalga oshirilmasa, bu indeksatsiya bekor qilindi degan noto'g'ri tushunchani keltirib chiqarishi mumkin. Aslida esa oddiy pensiya indeksatsiyasi davom etayotgan bo'ladi. Bu indeksatsiya degan atamaning o'zi ba'zi fuqarolar bu so'zni noto'g'ri tushunishlari mumkin. Pensiya oshishi har doim ham indeksatsiya deb atalavermaydi. Ba'zida bu shunchaki pensiya miqdorini oshish deb yuritiladi. Ammo mohiyat e'tiboridan bu jarayon aynan indeksatsiya hisoblanadi. Xorijiy tajribani O'zbekistonga qo'llash ba'zi davlatlarda pensiya indeksatsiyasi mexanizmlari O'zbekistondagidan farq qilishi mumkin. Masalan, ayrim mamlakatlarda inflyatsiya avtomatik ravishda har oy yoki har chorakda pensiyaga ta'sir qiladi. O'zbekistonda esa odatda bu prezident farmoni bilan belgilanadigan muddatlarda amalga oshiriladi. Shu sababli xorijdagi yangiliklarni O'zbekistonga nisbatan qo'llash chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol, oddiy pensioner bobo. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi yetim 2 yoshli Ahmad bobo bor. Uning yoshga doir pensiyasi 1.800.000 so'm. U har kuni yangiliklarni kuzatadi, ba'zida internetdagi sensatsion xabarlarga ko'zi tushib qoladi. U indeksatsiya bekor qilindi degan gapni o'qib juda xavotirga tushdi. Chunki uning yagona daromad manbai shu pensiya. U dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovlar uchun shu pulga umid qiladi. Agar pensiyasi oshmasa, qanday yashashini o'ylab uyqusiz tunlar o'tkazdi. Aslida esa Ahmad boboning pensiyasi oxirgi marta prezident farmoni bilan masalan inakilga oshirilgan va keyingi oshirish ham kutilmoqda. Uning xavotirlari bekorga, chunki umumiy indeksatsiya mexanizmi amalda. Shunchaki qandaydir bir maxsus qo'shimcha to'lov, masalan, urush faxriylariga 5000 so'm bir martalik to'lov kabi narsa faqat o'sha toifaga taalluqli bo'lgan va u umumiy pensiya indeksatsiyasiga aloqador emas. Ahmad bobo bu xabarni umumiy indeksatsiyaga bog'lab yuborgan. Ikki misol, nogironligi bor fuqaro. Qashqadaryo viloyatida yashovchi 45 yoshli Gulnora opa bor. U ikkinchi guruh nogironi, bolalikdan nogironligi bo'lgan bolasi borligi sababli nafaqa oladi. Uning nafaqasi
1.200.000 so'm atrofida. U ham qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan gapni eshitib qoldi. O'yladiki, bolasi uchun oladigan nafaqa yoki uning o'zining nogironlik nafaqasi endi oshmas ekan. Bu oila uchun har bir tiyin muhim. Aslida esa Gulnora opaning vaziyatida ham xavotirga o'rin yo'q. Nogironlik nafaqalari va bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar ham davlat tomonidan belgilangan tartibda muntazam ravishda oshirib boriladi. Bu ham pensiya tizimining bir qismi bo'lib, indeksatsiya qoidalariga bo'ysunadi. Qo'shimcha to'lovlar agar ularga umid qilingan bo'lsa, maxsus dasturlar doiradagi bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ammo bu asosiy nafaqaning oshirilishiga ta'sir qilmaydi. O'chmala yangi pensiya tayinlangan fuqaro. Samarqandlik 6 yoshli Dilshod aka yaqinda pensiyaga chiqdi. Unga 1.600.000 so'm pensiya tayinlandi. U indeksatsiya bekor qilindi degan xabarni eshitib, endi uning pensiyasi hech qachon oshmasligidan qo'rqdi. U umrining oxirigacha shu miqdorga qanoat qilishga majbur bo'ladi deb o'yladi. Aslida esa Dilshod akaning pensiyasi ham barcha boshqa pensionerlar singari davlat tomonidan e'lon qilinadigan qarorlarga binoan muntazam ravishda qayta hisoblab boriladi va oshiriladi. U hali hayotining ilk pensiya olish bosqichida bo'lgani uchun eski tartiblarga hali to'liq o'rganib ulgurmagan va shuning uchun bu noto'g'ri xabarga ko'proq ishonib qolishi mumkin. Pensiya yangi tayinlangan bo'lishidan qat'iy nazar unga umumiy oshirish tartibi amal qiladi. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, nozik jihatlar va oshkor bo'lmagan nuanslar pensiya tizimi juda murakkab tuzilgan va ba'zan oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz bo'lgan o'ziga xos jihatlarga ega. Indeksatsiya bekor qilindi kabi noto'g'ri xabarlar aynan shu nozik jihatlar tufayli tarqalishi mumkin. Keling, bu istisnolar va nuanslarni ko'rib chiqaylik. 1. Minimal pensiya va hisoblash chegaralari. O'zbekistonda pensiya miqdorlari har doim ham to'liq foizda oshirilmasligi mumkin. Ba'zida pensiyaning eng kam miqdori, masalan, yoshga doir eng kam pensiya belgilab qo'yiladi. Agar sizning pensiyangiz shu minimal miqdordan past bo'lsa, u minimal miqdorga yetkaziladi. Agar sizning pensiyangiz bu minimal miqdordan yuqori bo'lsa, u belgilangan foizda oshiriladi. Shuningdek, pensiyalar hisoblanadigan ish haqi miqdorining maksimal chegarasi mavjud. Ya'ni pensiya hisoblashda eng yuqori ish haqi ko'rsatkichi e'tiborga olinadi. Agar sizning ish haqingiz bu chegaradan yuqori bo'lgan bo'lsa ham, pensiya shu maksimal chegara asosida hisoblanadi. Oshirishlar ham shu maksimal chegaradan hisoblangan pensiyaga nisbatan qo'llaniladi. Ba'zida fuqarolar mening pensiyam nega buncha kam oshdi deb o'ylashlari mumkin. Aynan shu hisoblash chegaralari bunga sabab bo'lishi mumkin. 2. Ishlayotgan pensionerlar uchun indeksatsiya. Ba'zi davlatlarda ishlayotgan pensionerlarga pensiya indeksatsiyasi qo'llanilmaydi yoki kamroq qo'llaniladi. O'zbekistonda esa odatda ishlayotgan pensionerlarning pensiyalari ham barcha boshqa pensionerlar singari umumiy tartibda oshirib boriladi. Lekin ba'zi istisnolar yoki maxsus to'lovlar mavjud bo'lishi mumkin. Ular ishlamaydigan pensionerlarga berilishi mumkin. Bu ham chalkashliklarga sabab bo'ladi. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Pensiyaning har bir o'sishi, masalan, inflyatsiyaga qarab avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Ya'ni Markaziy bank inflyatsiya 11 bo'ldi deb e'lon qilsa, pensiyalar ertasi kuniyoq 11 ga oshib ketmaydi. Bu jarayon hukumatchilik darajasida muhokama qilinadi, qaror qabul qilinadi va keyingina amalga oshiriladi. Bu kechikishlar ham ba'zi odamlarda indeksatsiya yo'q degan taassurotni uyg'otishi mumkin. O'ti, qo'shimcha to'lovlar va ustamalar. Pensiyalarga nisbatan turli xil ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar mavjud. Masalan, qahramon unvonlari uchun ustamalar, dogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan ba'zi qo'shimcha imtiyozlar, ba'zi kasb egalariga, masalan, konchilar, uchuvchilar beriladigan maxsus ustamalar. Bu ustamalar va to'lovlar doimiy bo'lishi yoki vaqtinchalik xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar bitta maxsus ustama biror sabab bilan to'xtatilsa yoki o'zgarib ketsa, bu ba'zi fuqarolarda umumiy pensiya tizimi o'zgarib ketdi degan noto'g'ri fikrni uyg'otishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling. O'zbekiston qahramoni unvoni sohibi bo'lgan pensioner har oyda pensiyasiga qo'shimcha ustama oladi. Agar qandaydir sabab bilan bu ustamaning hisoblash tartibi o'zgarsa, masalan, u boshqa turdagi ustama bilan almashtirilsa, bu pensioner dastlab mening qo'shimcha to'lovim yo'q bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa bu umumiy indeksatsiya jarayoniga ta'sir qilmaydi, balki faqat unga tegishli bo'lgan maxsus
ustama bilan bog'liq bo'ladi. 4. Pensiya miqdorlarining shaffofligi va tushuntirish ishlari. Afsuski, ba'zida pensiya miqdorlarining oshirilishi va uning mexanizmlari aholi uchun yetarli darajada shaffof va tushunarli bo'lmasligi mumkin. Davlat organlari tomonidan bu boradagi tushunishlari yetarli bo'lmaganda, turli xil mishmishlar va noto'g'ri talqinlar paydo bo'lishi tabiiy hol. Shu sababli pensiya masalalari bo'yicha eng ishonchli manba bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda rasmiy davlat axborot portallaridir. Har qanday xavotirli xabarni eshitganingizda avvalo shu rasmiy manbalardan ma'lumotni aniqlashtirish zarur. 5 vaziyatni yuzaga keltirgan sabablar va ta'sirlar. Indeksatsiya bekor qilindi degan xabar qanday paydo bo'ldi va uning qanday oqibatlari bo'lishi mumkin? Sabablari ijtimoiy tarmoqlarning nazoratsizligi hozirgi kunda har kim xohlagan ma'lumotni tarqatishi mumkin. Filtrlanmagan, tekshirilmagan ma'lumotlar juda tez tarqaladi. Rasmiy ma'lumotlarning kechikishi yoki yetarli emasligi, yuqorida aytilgandek, rasmiy tushuntirish ishlari yetarli bo'lmagan hollarda bo'shliqlar mishmishlar bilan to'ldiriladi. Clickbait sarlavhadagi sensatsiya usuli ba'zi saytlar yoki blogerlar ko'proq ko'rish uchun atayin shov-shuvli, ammo noto'g'ri sarlavhalardan foydalanishadi. Ta'sirlari keksalar orasida xavotir va stress. Eng asosiysi, bu kabi xabarlar keksalarimiz orasida kuchli ruhiy tushkunlik va stressni keltirib chiqaradi. Davlat organlariga ishonchsizlik, agar fuqarolar bu kabi noto'g'ri xabarlarga ishonib qolsa, bu davlatning ijtimoiy himoya siyosatiga bo'lgan ishonchni susaytiradi. Odamlar orasida tushunmovchilik va muhokamalar, noto'g'ri ma'lumotlar jamiyatda g'iybatlarga va keraksiz tortishuvlarga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, pensiya indeksatsiyasi bekor qilindi degan xabarlar O'zbekistondagi haqiqiy holatni aks ettirmaydi. Bu odatda ma'lum bir qo'shimcha to'lovning to'xtatilishi yoki pensiya oshirilishining odatdagidan biroz kechikishi yoki xalqaro yangiliklarning mahalliy kontekstga noto'g'ri tatbiq etilishi natijasida yuzaga kelgan tushunmovchiliklardir. Asosiy pensiya indeksatsiyasi mexanizmi mamlakat qonunchiligi bilan himoyalangan va amalda. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, agar siz bunday xavotirli xabarlarni eshitsangiz, aniq nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga quyidagi amaliy maslahatlardan beraman. Mishmishlarga ishonmang. Rasmiy manbalarni tekshiring. Har qanday xavotirli xabarni eshitganingizda, avvalo uni rasmiy manbalar orqali tekshirishga harakat qiling. Bu qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi hujjatlardan qaraki, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz mavjud. Ushbu saytda pensiya qonunchiligidagi barcha o'zgarishlar, pensiyalarni oshirish to'g'risidagi farmon va qarorlar o'z vaqtida e'lon qilinadi. Prezidentning rasmiy veb-saytini Prezident.uz va huquqiy axborot portali Lex.uz'ni kuzatib boring. Pensiyalarni oshirish to'g'risidagi farmonlar va qonun hujjatlari asosan shu saytlarda e'lon qilinadi. Milliy telekanallar va rasmiy radio eshittirishlarni tinglang. Davlat telekanallari, O'zbekiston, Yoshlar, axborot orqali rasmiy xabarlar e'lon qilinadi. Mahalliy hokimiyat organlarining rasmiy sahifalarini kuzatib boring. Ba'zi hududiy o'zgarishlar yoki maslahatlar mahalliy hokimiyatlarning veb-saytlari yoki ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarida e'lon qilinishi mumkin. 2. Shaxs pensiya miqdorini aniqlashtirish uchun murojaat qiling. Agar sizning pensiya miqdoringiz yoki uning oshirilishi bo'yicha aniq savollaringiz bo'lsa, bu ma'lumotni bevosita pensiya ta'minoti idoralaridan bilib olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga boring. Har bir tuman, shaharda pensiya jamg'armasining o'z bo'limlari mavjud. Pasportingiz bilan borib, o'zingizning shaxsiy pensiya hisobingiz bo'yicha barcha ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Sizga pensiyangiz qachon va qancha miqdorga oshirilgani, uning qanday hisoblangani haqida to'liq tushuntirish beriladi. Bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uz dan foydalaning. Bu portal orqali onlayn ravishda pensiya hisobingizdan ma'lumot olishingiz, pensiya miqdoringizni tekshirishingiz va hatto pensiyangizni hisoblashda ishlatilgan hujjatlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo eri bo'lishi kerak. Agar eri bo'lmasa, uni yagona davlat xizmatlar markazlarida olishingiz mumkin. Ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling
pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari mavjud. Ularga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Ushbu raqamlar odatda pensiya jamg'armasining veb-saytida yoki mahalliy bo'limlarda ko'rsatiladi. 3. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Odatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda faqatgina shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz yoki ID kartangiz talab qilinadi. Boshqa maxsus hujjatlar agar sizning vaziyatingiz juda murakkab bo'lmasa, talab qilinmaydi. Ammo agar sizda pensiya hisoblanishi bilan bog'liq eski hujjatlar, masalan, ish staji daftarchasi, maosh haqidagi ma'lumotnomalar saqlangan bo'lsa, ularni ham olib borish foydadan xoli bo'lmaydi. 4. Murojaatni qanday yozish kerak? Agar siz og'zaki tushuntirishlardan qoniqmasangiz yoki yozma javob olishni istasangiz, rasmiy murojaat arzida yozishingiz mumkin. Arizani erkin shaklida yozishingiz mumkin, ammo unda quyidagilar bo'lishi shart. Kimga murojaat qilayotganingiz, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tuman qahar bo'limi boshlig'iga. Kimdan murojaat? Sizning FIsh, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz. Murojaatning mohiyati. Masalan, mening pensiyamning oxirgi marta qachon va qancha miqdorga oshirilganini, uning hisoblash mexanizmini tushuntirishingizni so'rayman. Yoki pensiyalar indeksatsiyasi bekor qilinganligi haqidagi xabarlar to'g'risida rasmiy ma'lumot berishingizni so'rayman. Sana va imzo. Bunday arizalar qonunchilikda belgilangan muddatlarda odatda 15 yoki 30 kun ichida ko'rib chiqilib, yozma javob beriladi. 5. Huquqiy maslahat oling. Agar yuqoridagi choralar sizning savollaringizga to'liq javob bermasa yoki sizda hali ham shubhalar bo'lsa, yurist yoki huquqshunos bilan maslahatlashing. Ular pensiya qonunchiligini chuqur bilishadi va sizning muayyan vaziyatingizni tahlil qilib, aniq huquqiy yordam berishlari mumkin. 6. Sabrli va xotirjam bo'ling. Eng muhimi, xotirjamlikni saqlang va vahimaga berilmang. Mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar faqatgina xavotirni kuchaytiradi. Davlat o'z fuqarolari, ayniqsa keksalar haqida doim g'amxo'rlik qilib kelgan va bu g'amxo'rlik davom etaveradi. Pensiyalarni oshirish bu ijtimoiy himoya siyosatining ajralmas qismi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz pensionerlarga indeksatsiya bekor qilindi, qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi degan xavotirli xabar ortidagi haqiqatni chuqur tahlil qildik. Xulosa shuki, bu xabar umumiy pensiya indeksatsiyasining bekor qilinganini anglatmaydi. O'zbekiston Respublikasida pensiyalarni oshirish mexanizmi amalda va prezident farmonlari hamda Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan muntazam ravishda amalga oshirib boriladi. Xavotirlar asosan tushunmovchiliklar, ma'lum bir tekshirilmagan ma'lumotlar tufayli yuzaga kelgan. Shuning uchun yana bir bor takrorlayman. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling. O'zingizning pensiya miqdoringizni aniqlash uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki myConkakuf.uz portaliga murojaat qiling. Asosiysi, vahimaga tushmang va shubha tug'ilganda darhol aniqlashtiring. Umid qilamanki, ushbu video sizning barcha savollaringizga javob berdi va xavotirlaringizni kamaytirishga yordam berdi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz birgalikda yana ko'plab muhim va dolzarb masalalarni yoritib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.